Assalomu alaykum, hurmatli dugonalar, opa-singillar, tengdoshlar, hurmatli ayollar, hammalaringni 8-mart bilan tabriklayman. Bugun menga 8-mart вообще boshqacha bo'ldi, chunki men farzandlarimdan kutilmagan sovg'alar oldim. Mana kichkina mana o'z qo'llari bilan mana shuni menga berdi bugun. İçini ochib mana chiroyli yozuvlar bilan mana tabriklayman deb o'zi tayyorlab shuni menga berdi. 8-sinfdagi o'g'lim shokoladi bilan, katta o'g'lim 10-sinf juda ham chiroyli shirin gul berdi. Keyin yana bitta xursand bo'lganim, men rasmimda kartinka qilib chiqaribdi. Men juda ham xursandman, baxtliman. Hammalaringni yana bir bor 8-mart bilan tabriklayman.